O'rningizdan qimirlamang. Quraysh Badr g'azotidan singan holda chiqdi. Islom ularning kibriyosini tuproqqa beladi. Unda kofirlarning eng ko'zga ko'ringan boshliqlaridan bir qanchasi halok bo'ldi. Mana shu jihatdan Uhud g'azoti haq va botil o'rtasidagi kurash ma'nosida Badrning ikkinchi bo'limi bo'la olmaydi. Uhudda mushriklar Badrdagi talofotlarning qasosini olgan bo'lsa, musulmonlar islom tarixidagi eng katta darslardan birini olishdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Quraysh qo'shinining o'ng tomonidan Xolid ibn Valid, u hali musulmon emasdi. Uning boshchiligidagi lashkarlarni ko'rdilar. Ular tog'ning orqasidan bostirib kelib, musulmonlar qurshovda qolishidan qo'rqdilar. Shuning uchun 50 nafar kamonchini tepalikka qo'ydilar. Keyin ularga qat'iy harbiy buyruq berdilar. O'rningizdan qimirlamanglar. Garchi mag'lub bo'layotganimizni ko'rsangiz ham bizga yordam bermanglar. G'alaba qilayotganimizni ko'rsangiz ham bizga sherik bo'lmanglar. Urush boshlandi. Musulmonlar chiroyli harakat qilishdi. Quraysh mushriklari Badrda ko'rgan azoblarni yana ko'ra boshladi. Keyin qochishga tushdilar. Musulmonlar quvaga tushdi. Tepalikda turgan kamonchilarning ko'pchiligi joylarini tashlab tushib kelishdi. Ana shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qo'rqqan ish sodir bo'ldi. Xolid ibn Valid orqa tomondan hujum qildi. Musulmonlar o'rtada qoldi. G'alaba mag'lubiyatga chalinib yiqildi. Bu itoatsizlikdan yaxshi dars olinishi kerak. Payg'ambari va qo'mondonining buyrug'ini bajarmas ekan, bu ummat g'alabaga erisha olmaydi. Bugun Uhud jangi tugagan bo'lsa-da, musulmonlarning ortini himoya qiladigan kamonchilar xatosi to'xtagani yo'q. Barcha maydonlarni himoya qiladiganlarga sharaflar bo'lsin. Bosh egish va turli ranglarda tuslanishdan voz kechib, iymonini tutib turganlarga sharaflar bo'lsin. Ular zaiflashganlarda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning o'rningizdan qimirlamanglar degan ovozlarni eshitadilar. Farzandlarni go'zal axloq ila tarbiya qilayotgan aziz onalar, siz bizni orqa tomondan himoya qilyapsiz. O'rningizdan qimirlamanglar. Farzandlariga nima yaxshi-yu nima yomonligini o'rgatayotgan aziz otalar, siz bizni ortdan kelib zarba beradiganlardan himoya qilyapsiz. O'rningizdan qimirlamanglar. Yosh avlodni tarbiyalab, solihlar va omonatdorlar va siddiqlar yetishtirayotgan mukarram muallimlar, siz bizni orqa tomondan himoya qilyapsiz. O'rningizdan mahkam turinglar. Boshliqlardan oldin o'zlarini Alloh kuzatib turganini bilib, sidqi dildan vijdonan ishlayotgan vazifadorlar, sizlar bizni orqa tomondan himoya qilyapsiz. O'rningizdan qimirlamanglar. Hech bir aldovsiz, xiyonatsiz bino qurayotganlar, ko'prik, metro va yo'llar bino qilayotgan aziz muhandislar, sizlar bizni orqa tomondan himoya qilyapsiz. O'rningizdan qimirlamanglar. Oilasini farog'at qasriga aylantirish uchun turmush qurishga tayyorgarlik ko'rayotgan mastura qizlar, sizlar bizni orqa tomondan himoya qilyapsiz. O'rningizdan mahkam turinglar. Alloh kalomining shaydolari, ilm-fan oshiqlari, sizlar bizning mustahkam qalqonimizsiz. O'rningizdan qimirlamanglar. Har birimiz o'zimiz haqimizda o'ylab ko'rsak, muhim bir o'rinda ekanimizni anglaymiz. Qandaydir bo'shliqni to'ldiramiz, xatarni daf qilamiz. Alloh bizning har birimizni muhim bir o'ringa qo'ygan. Gardanimizga omonat va mas'uliyat yuklagan. O'rnimizdan qimirlamaylik.